Biz hozir 8x8,5 IELTS egasi Andijonda eng tajribali IELTS ustozlaridan biri Teacher Shermuhammad oldiga kelganmiz. Shermuhammad aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizda hozir o'quvchilardan kelgan bir nechta savollar bor. Xo'sh, birinchi savol. Anchadan beri Andijondagi o'quvchilarga IELTS dan yuqori ball olishga yordam berib kelyapsiz. Xo'sh, Teacher Shermuhammad, aytingchi, o'zi bu yilda nechta o'quvchingiz IELTS oldi? 2025-yilda o'zida 260 dan ortiq studentlarim o'z ballariga ega bo'ldi. Uning orasida 5,5 dan 8,5 gacha olgan studentlarim bor. Xo'sh, unda aytingchi, hozirgi o'quvchilarda IELTS topshirayotganda ular ko'proq nimada qiynalishadi? Meni o'zimning shaxsiy fikrim bo'yicha hozir qog'ozli formatdan keyin CD formatga o'tishi menimcha o'quvchilarga ancha og'ir kelgan. To'g'risi, men ham boshida shunaqa fikrlagan edim, lekin kompyuterga o'tganida unaqa katta muammosi bo'lmadi. Menimcha hali ham eng katta og'irlik muammo bu odamlardagi intizom. Agar studentlarda intizom bo'ladigan bo'lsa, imtihon qog'ozda bo'ladimi, kompyuterda bo'ladimi, farqi yo'q. Zo'r qilib topshirib chiqsa bo'ladi. Xo'p, unda o'zingizning tajribangizdan kelib chiqib, o'quvchilar IELTS ga tayyorlanayotganda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? To'g'risini aytsam, menimcha 3 ta omilga juda ham katta e'tibor berish kerak. Buni birinchisi o'qituvchining o'zining kimligi, o'quvchilar bilan qanday ishlaydi. Ikkinchisi bu boradigan joyingizda agarda CD imtihon topshirishlarga sharoit bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi, chunki haqiqiy imtihonga borishdan oldin o'qituvchi sizni yaxshilab sinab olish kerak. Agar shu ham bo'ladigan bo'lsa, shuni ham inobatga olib qo'ygan yaxshi. Va uchinchisi va eng muhimi albatta tanlayotgan o'qituvchingizni, ya'ni agarda o'zim student bo'lganda shunga e'tibor bergan bo'lardim, chiqarayotgan natijalari. Shunga e'tibor beradigan bo'lsa, o'qituvchi tanlashda adashmagan bo'ladi.